Hop. Bormi? Aka 10 soniyadan beri bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xush kelibsizlar kanalimizga 5 minut ketmay turasizlar. Bugun Feruza aka o'zlariga mashina olibdilar. Tak, biz ham mashinani ko'rib juda ham bir emotsiya holatda qoldik, chunki Feruza aka o'zlariga shunaqa mashina xarid qilganlarki, uni qachonlardir insonlar shunaqa darajada orzu qilib, shunaqa mashinam bo'lsa edi deb o'tgan asrda 60-70-yillarda Meni aytyapti. orzu qilgan. Demak, Feruza akani tabriklaymiz avvalambor olgan avtomobillari bilan. Sizlarga bitta ma'lumotni aytib o'taman. Taxmin qilib turasizlar, agar mashinani qanaqa mashina ekanligini topa olsanglar, kommentariyada topdim deb yozib ketinglar. Demak, mashina 1968-yildan 86-yilgacha oralig'ida ishlab chiqarilgan. Bu mashinani ko'rgan odamlar, dodalar, amakilar ko'rsa, o'sha yilda yoshligi esga tushib, kelibsa yig'lab ham yuboradi. Demak, mashinani taxmin qilib turinglar, biz sizlarga hozir uni obzorini ko'rsatamiz. Mashina haqida fikring? Ideal. Har doimgidek. Nice. Demak, o'yladinglarmi? O'ylab turgan bo'lsanglar, mashinani endi ko'rsatamiz sizlarga. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu mashinani to'liq obzor tiriltirib, yurg'izib, mo'yka holatlarigacha sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kuzatishda davom etinglar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет среди хлебов смелых, среди снегов белых течет моя Волга. А мне уж 30 лет. Ko'rib turganingizdek, ushbu avtomobil GAZ 2401 avtomobili. Demak, bu avtomobilimiz 1978-yilda ishlab chiqarilgan. O'zi bu avtomobilda eng insonga bir katta emotsiya beradigan va insonni bir o'ylashga majbur qiladigan joyi bu uni probegi hisoblanadi. Masalan, uni probegini ko'rsataman, sizlar esa baho berasizlar. Salon qismiga bitta baho berasizlar va men sizlarga probegini ko'rsataman. 73438 km. O'ziniki halol probegi. Mashina saloniga bitta baho berasizlar. Hamma narsasi radnoy, juda asralgan, ko'p minilmagan. Hamma narsasi o'zini holatida turibdi, ko'rishingiz mumkin. Avtomashinani tashqi ko'rinishini ko'rdinglar, salon qismini ko'rdinglar, endi esa kapot ostidagi motor qismiga to'xtalib o'tamiz. Demak, ushbu avtomobil ancha yillar davomida yotgan, yurmagan. Bu avtomobilda tiriltirib, hayotga yana bir marta shans berib, hayotga qaytaramiz. Avtomobilda motor qismini ko'rishingiz mumkin. Mana videoga olasiz, operator. Kalamushlar uya qilib, yashagan buning ichida. To'y qilib, oilaviy. To'ylar muborak. Nima bilan ham oling, hali hech narsa tegilmagan. O'zini holatida qanaqa endi shunday holatda turibdi. Eng bilasizlar mana SR mashinalarining ichidagi Volgani ajralib turadigan qismi undagi qolgan avtomobillarga nisbatan komfortni ozgina ko'proqligida. Men sizlarga ko'rsataman, bitta oling mana shuni. Nima bilaysan shu? Bu светильник bu. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Kapotni ochgan vaqtingda kapot ostiga yorug'lik berish lampasi desak to'g'riroq bo'ladi. Videoga like bosib, podpiska bosib, o'rta qo'ylarga jo'natib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Komment albatta yozinglar. Biz qayerdadir qilayotgan xatolarimizni sizlar ko'rsanglarga biz uni to'g'rilashga harakat qilamiz. Bu massa включатель bu. Katta mashinalar. Volgadan bo'lgan ekan. Xo'p. Sizlar svechalarni yechasan. Xo'sh.
bir smol yuborasan silindrga. Yema, yasang. Bitta aylantirib ko'ramiz, sechidan tozalaymiz. Sechidan tozalab, qizdirib qaytib bosasan. Harakatga bilan Tak, san, Asad. Sen buni o'lchasan, kirishgani, karburatorni. Ko'ramiz, karburatorga taxmin qilamiz eshitchi. hayajonlanamiz. Alright, stop. Odamzod vechni norozi, vechni odamni aytmoqchi kerak. Voy. Vechni norozi. Flow like a harpoon daily and nightly. To'g'ri tur, hayajonlanma. And I flow. Extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Do'stdan kesildimi? Yo'q, barmog'im urdi. La ты крыса! Asaddan nima degan? Asad? Nima? Asad yaxshi bacha deyman. Akishingiz emas? Mana qissa pichog'im olib chiqdi. Aka gapirmadim. Siz hech tushmaydi menga. Tushmaydi. Sana o'bsanku. Leopard. Gepard qanaqalar? Gepard. Style. Стиль — это все. Up tempo. I'm on a roll. Time to go solo. Rolling. Hear my 5.0. Laptop down so my Shahzod nima ma'lumotlar topding? Moshina haqidami? Demak, moshina haqida buni xuddi shu kuzovda gaz 2410 degan anaqasini chiqqan ekan. Rusum. Lekin ikkalasini solishtirganda kuzov bir xil bo'lsa ham shunaqa Volga ishqibozlarning aytishiga qaraganda gaz 2401 yumshoqroq. Nima uchun ekan shu? Nima uchunligini bilmayman, men faqat yumshoqligini bildim. Keyin telefon orqali bir mutaxassisdan so'ragandim. Aytgandim. Siz nima deysiz endi? Aniqroq ma'lumot Aytavering. aytavering. Marhamat. Yumshoqligi bitta sabab, sedeniyasi purjinalik buni. 24 o'yinlik paralon bilan. Mana bu yerda glazoga bor, yana bitta qiziq nimalar. Qo'sh. Mana shu yerda benzin kelsa mana shu ichida ko'rinadi. To'g'ri? Qo'zma mana shu narsaning ichida benzin kelsa ko'rinadi, to'g'rimi? Bu uchun baklashgan katilni qilamiz. Bakdan qilib o'tirmaymiz. Shu yerdan texnologiya qilamiz. Texnologiya qilamiz. Qani degan, sen nima hammani videoga olasan, sen chiqding. Kepchaskaga qara. Assalomu alaykum. Nima ahvol bu? Такой американский. Endi bu nima ahvol? Go'r vodokan ham qayerga qarayapti? Mahalla qayerga qarayapti? Hokimiyat qayerga qarayapti? Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause they be right. 220. Shu 220 bu. Aka, hazilni tushunmaysiz. Hadi, tamam. O aylandı. Moyda. Böyle aylanma. Ha, ottu. Böyle. Hozir iskrani ko'ramiz. Iskra normal bo'lsa, keyin davom etamiz. Qani? Iskra. Bor. Normal. Hozir beravermaydi ukam. Nima indamay ekan deb. İşlesem yok, işlesem. İşlasa bir gap ishlamasa. Hech ne norozi, hech ne. İnsoniyat. Ilchada nima qilsin? To'ylar kelguncha qilyapti. A few moments later. Balla, malades. Böyle gapirmayman. Böyle umuman gapirmayman. Qoch, teginma. Qoch, teginma. Böyle malades. Men sen qayerda aytdim, sen qayerda boryapsan? Mana, men senga aytdim. Buraganim yo'q, qo'lim tep ketib uzilib ketdi. Buni atirkaman chiqaring. O'zi ekan. Nima bo'lsin ayollar? So'rayapman.
İyi bu kadar. İyi bizim Aa, şu tinte bu, bakın İyi. Hop. Ola biz qoldi bu hayotda yashab. Qizingni olishga kelsa biza davay. Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Nima bu? Men qiziqayman. Nima deydi? Chiqayotgan ekan, o'rganishdan chiqdi bu. Kim biladi bu nima bu? Nima uchun sotiladi bu? Endi zamogen bor ekan. За туманами берег наш родной. Uzun tuk yo'q ekan. Nima qiladi? Шепчутся волны и вздыхают, Sadi. и зовут. Tushunmadim. Поймут они чудные. Ha. Minus 100. Böyle bor. Издалека долго движется черная Волга. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz. Падает с полки, причин никто не поймет толком, но объявят траур в этом поселке. Тут даже мент не готов, тут даже мент не успевает. Конечно, ish ko'p holi. Hali dengizdan tomchi desam bo'ladi. Chunki lekin sostoyaniyasi juda ham zo'r, yaxshi, menga juda ham yoqdi. Ayniqsa salon, radnoy chiqorlarni aniq yechib tashlaganmiz. Mana yashil bu butun qo'jalar yirtilmagan, eng odamga nima beradigan eshik apshifkalari ham radnoy. Shu o'zini duxida qolgan starushka bu. Mashina zo'r, lekin ish ko'p, Xadavoyda ishi bor. Mana ko'rib turganlaringizdek, hozir boshida biz radnoy mashina 100% deb katta ketib gapirdik. Har doim aytaman, bu kod mishka yoki lotereya bu. Lotereya deganda bilmaysan bu nima ahvolda, qanaqa bo'ladi bu olganingdan keyin. Mana moykadan keyin hozir ko'rib turibmiz. Mana bu rang bilan bu rang to'g'ri kelmaydi. Kapot ham shu jumladan bo'yalgan. Lekin men aytmoqchi emasman, mashina urilgan yoki bir DTP strashn DTPda qatnashgan demoqchi emasman. Chaqachuqalar bo'lgan. Mana shpaklovkani izi bor. 78-yillar zavodda ham o'zi shpaklovkada chiqqan-da mashina. Zavodning o'zida u shpaklovka qilib, rixtovkalar qilib, endi bunaqa texnologiyalar bo'lmagan, faqat robotlar ishlamagan, qo'l kuchi bo'lgan, qo'l mehnati bo'lgan. Atak men afsuslanmayman. Juda ham zo'r ekzemplyar. Yaxshi. Buni endi men bu ikkinchi 24 bo'lgan, ayniqsa 01
ikkinchisi, birinchisini qaraysin farqi deganman. Lekin bunaqa komplektatsiya men ko'rmaganman. Orqa sideniyasida mana podushkasi bor ekan. Diplomat mashinalarda komfort. Hokim bo'lagida. Shu. Yaxshi. Ularga Xudo xolasa birgalikda davom etamiz. Xudo xolasa bu mashina endi bizani proyektlarimizga xizmat qiladi. O'zi Jiguli bilan Moskva ishdan keyin bo'ldi SSR mashinalarini to'xtatib turamiz vaqtincha degandim, lekin o'chiq qoldi. Birdaniga qaror qabul qilib, tezlashgan jarayonda bo'lib ketdi. To'g'risi, jarayon yarmida o'zim ham qatnasha olmadim. Ishlarim bilan bo'lib, akam bir o'zlari va avtomobilda ayni qiziq tiriltirish jarayonida albatta qatnashdik. Bir kunda bo'lgan eng tez tugalgan videomiz, seriyamiz. Eng tez tugadi bir kunda. Hozir ham soat tungi 12, lekin harakat qilib, xudo xolasa tugatdik. Kamera o'rtada ko'rinish xohlamagan do'stlarimiz bor. Asadbek, rahmat aytamiz. Unga ham nimagadir bilmadim, men ko'rinmay qolay dedi. Kamtarlik tutib qoldi. Kamtarlik tutib qoldi menimcha. Rahmat aytamiz. Joni sog' bo'lsin, komanda a'zomiz. Keyingi seriyalarda yana o'sha gapimni aytdim. Keyingi seriyalarda qanaqa avto ko'rmoqchisizlar, qanaqa yangilik ko'rmoqchisizlar, shularni izohlarda yozib ketinglar. Bizlar uchun juda muhim. Sizlar yozayotgan kommentariyalar 100% o'qiladi bizda. Javob berishga harakat qilamiz. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosib, podpiska bosib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, keyingi seriyalarni chiqarishimiz uchun motivatsiya bo'ladi. Zo'r motivatsiya. Men Jigulini qo'yganimizda juda ham xursandman, chunki podpischilar vashi bomba aktiv ko'rsatdi. U uchun juda katta rahmat aytamiz. Biz uchun eng katta prosmotr bo'ldi u. Rahmat sizlarga. Mayli. Keyingi seriyada ko'rishguncha xayr.